Bolangizni xotirasi yomon. So'zlarni eslab topolmay qolyapti. Dars qilgisi kelmaydi. Diqqat yo'q. Bu uni sho'xligi, uni erinchoqligi emas. Bu undagi yod yetishmovchiligining eng birinchi ilk belgilari bo'lishi mumkin. Yod nima uchun kerak? Bolaning miyasi, uning nutqi, fikrlashi, jismoniy o'sishi hammasi aynan yodga bog'liq. Yod bola intellektining kaliti. Agar kalit yo'qolsa nima bo'ladi? Bola o'rganishga qiynaladi, nutqi sekin rivojlanadi, fikrlashi ortda qola boshlaydi, tez charchaydi, immuniteti pasayadi, injiq, yig'loqi bo'lib qoladi. Qalqonsimon bezi ishdan chiqadi. Bu hozir bolalar o'rtasidagi epidemiyani o'zginasi. Eng dahshatlisi nima, bilasizmi? Yod yetishmovchiligi miyaning neyronlarini o'chira boshlaydi. Oqibatda IQ past, xotira yomon, nutq ravon emas, kelajakda esa bir qancha boshqa muammolar. Yod bu vitamin emas. Yod bolangizni hayotini, uning kelajagini kaliti. Yod nima uchun kerak?